Demak, navbatdagi olimpiadamiz 8-fevral kuni butun respublikamiz bo'ylab bo'lib o'tadi va o'sha kuni ingliz tilidan alohida, matematikadan alohida finali Sidneyda bo'lib o'tadigan olimpiada. Aprel oyida. Final aprel oyida bo'ladi va zamonaviy dunyoning 7 mo'jizasidan biri bo'lgan opera teatriga ko'rishga borishingiz mumkin nasib bo'lsa. Demak 3-4 sinf o'quvchilar uchun olimpiada topshiriqlarini video yechimini boshlaymiz. Demak, menda kvadrat, doira, uchburchak shaklidagi 3 ta qog'oz bo'laklari bor edi. U rasmda ko'rsatilgandek yelimlandi. Yopishgan qog'ozlarni teskari o'girsam qanday ko'rinadi? Demak, bizlarda birinchi aylanib turgan bo'lsa, demak bu yerda oxirgi aylanib turishi kerak. Ikkinchi, bizlarda o'rtada uchburchak turibdi. Mana bu uchburchakni 2 desam, o'rtada uchburchak turishi kerak. Mana bu bizlarda 3-shakl bo'ladigan bo'lsa, bu demak birinchiga chiqib qoladi. Demak, bizlarda to'g'ri javob A shaklida ekan. Ikkinchisi, Xislatbek kompyuterning quvvati to'la bo'lgan vaqtda FIFA o'yinini o'ynash uchun 60 daqiqa sarfladi. Demak, mana bu yerda bizlarda jami 12 ta bo'lsa, 12 taga 60 daqiqa sarflagan bo'lsa, 60 ni 12 ga bo'lamiz. Demak, 5 minutdan ketgan har bittasiga. Endi PES o'yinini o'ynash uchun 48 daqiqa ketgan bo'lsa, 48 ni 12 ga bo'lamiz. Demak, 4 daqiqadan ketgan har bitta bo'lagiga. Endi bu aytyapti 30 daqiqa FIFA o'ynagan bo'lsa, demak 30 ni bo'lamiz 5 ga, demak 6 ta. Demak, mana bunaqadan 6 ta kamaygan. 1 2 3 4 5 6 ta kamaygan va 12 daqiqa PES o'ynagan ekan. Demak, 12 ni 6 ga bo'ladigan bo'lsak, ya'ni 12 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsam, 3 yana 3 ta kamayish kerak bu. Xo'sh, o'ynagan bo'lsa, kompyuter quvvatini ko'rsating degan. Ha, o'zi mana bu holatda turganda, demak 1 2 3 4 5 6 va yana 3 ta kamayish kerak. 1 2 3. Demak, bizlarda bitta qolar ekan. Demak, bu bizlarda C javobda keltirilgan. Xo'sh, 2 ga qarama-qarshi qaysi tushadi? Demak, 2 ga qarama-qarshi 5 tushadi, 1 ga qarama-qarshi 3 tushadi va 4 ga qarama-qarshi bizlarda 6 tushadi. Kubni yasalgan vaqtda, demak, bu D javobda. Xo'p, hayvonot bog'ida 32 ta hayvon bor. Sherlar, ayiqlar va bo'rilar. Ularning 15 tasi sher emasligi va 20 tasi ayiq emasligini aniq bilamiz. Hayvonot bog'ida nechta bo'ri bor, deyapti. Xo'p, demak, ularning 15 tasi sher emasligi aniq bo'ladigan bo'lsa, ayiqlar bilan bo'rilarning yig'indisi 32 dan 15 ni ayiramiz. Demak, bizlarda nechta bo'lib qoladi? Xo'sh, 17 ta bo'lib qoladi. Chunki ayiqlar, bo'rilar va sherlar bo'lsa, 15 tasi sher bo'lmasa, demak, ayiqlar bilan bo'rilarning yig'indisi 32 dan 15 ni ayiramiz, 17 ta bo'lib qoladi. Xo'p, endi e'tibor beramiz va 20 tasi ayiq emasligi. Ayiq bo'lmasa, demak, bo'rilar bilan sherlarning yig'indisi bizlarda nechta bo'lib qolar ekan? 12 ta bo'lar ekan. Nechta bo'ri bor, deyapti. Xo'p, demak, ikkalasini qo'shib yuboradigan bo'lsam, ayiqlar, sherlar, bo'rilar va yana bitta bo'rini qo'shadigan bo'lsam, menda nechta bo'lib qolyapti? Xo'sh, 29 ta bo'lib qoldi. Demak, mana buning yig'indisi bizlarda jami 32 ta edi. Xo'p, 20 ta bo'lsa, hayvonot bog'ida nechta bo'ri bor? Shu yerdan noto'g'ri ketib qoldi. Demak, xo'sh, 15 tasi sher emasligi. Xo'p, ayiqlar, sherlar va bo'rilarning yig'indisi 32 ta edi. 15 tasi sher emas bo'ladigan bo'lsa, ayiqlar bilan bo'rilarning yig'indisi mana bunday bo'lib qoladi. Mana 15 tasi sher emasligi aniq bo'ladigan bo'lsa, demak, ayiqlar va bo'rilarning ham 15 ta bo'lib qoladi. Va 20 tasi ayiq emasligi bo'ladigan bo'lsa, sherlar va bo'rilarning yig'indisi 20 ta bo'lib qoladi. Agar ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, ayiqlar, sherlar, bo'rilar va yana bitta bo'rini qo'shadigan bo'lsak, jamisi bizlarda 35 ta bo'lib qoldi. Demak, mana buning yig'indisi bizlarda 32 ga teng. 35 dan 32 ni ayiradigan bo'lsak, 3 ta bo'lib qoladi. Demak, bo'rilar bizlarda nechta ekan? 3 ta ekan. Xo'p, keyingisi, demak, har bittasi uchun bizlarda ballar berilgan ekan. Mana shunda jami necha ball to'plagan topishimiz kerak ekan. Demak, 6 dan 50 dan 6 ball olgan. Demak, 50 ballikdan 6 ta olgan. 300 qo'shilgan 250 qo'shilgan 40 qo'shilgan 120 qo'shilgan 60 va qo'shilgan 20. Demak, hammasini hisoblasak, bizlarda 790 chiqadi. Ajoyib. Keyingisi, qaranglar, turli rangda va bitta qalam, bitta ana chiqarg'ich olish kerak. Demak, 4 karra 3 jami 12 ta holatimiz bor. Va bu yerda mana qizil qalam va qizil chiqarg'ich bo'lmaydi. Demak, bitta holatni ayiramiz. 12 dan 1 ni ayiramiz. Demak, 11 ta bo'lib qoladi. Demak, to'g'ri javob B ekan. Keyingisi,
Mana shu yig'indini hosil qiladigan bo'lsak, ya'ni mana bu raqamlardan bizlarda A bilan B ning yig'indisini so'ragan. Demak, 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7 ni qo'yaman. Demak, 1 dan 1 ga 2 ni qo'shsak 3, 6, 10, 16. 16 dan 12 ni ayiradigan bo'lsak 4 chiqadi. Demak, A ning o'zi bizlarda 5 yoki 7 ekan. Xullas A plus B ning qiymati bizlarda nechaga teng ekan? 12 ga teng ekan B javob. Demak, 9-savol. Xizo olimpiadasida 7000 nafar boladan o'g'il bola va 8000 nafar qiz bola o'zaro bellashdi. 600 nafar o'g'il bola va qizlarning 15% g'olib deb topildi. Barcha qatnashchilar necha foiz g'olib bo'lgan deyapti. Xo'p. 7000 nafar o'g'il bola va 8000 nafar qiz bola bellashgan ekan. 600 ta o'g'il bola, demak 700 nafar o'g'il bola bo'ladigan bo'lsa, 600 tasi bizlarda g'olib bo'lgan va qizlarning 15%. 8000 ta bor edi. 15% ni hisoblaymiz. 15 ga ko'paytirib 100 ga bo'lamiz. Demak, bu yerda 20 ning 40 ning 0 4 yoqda 8 12. Demak, 1200 ta bola g'olib bo'lgan. 1200 ga 600 ta bola ham bor edi. Demak, qo'shadigan bo'lsam 1800 ta bola g'olib bo'lgan. Jami nechta o'quvchi bor edi? 7000 ga 8000 ni qo'shsak 15000 ta. 15000 ta o'quvchining necha foizi bizlarda 1800 ni tashkil qiladi? Demak, P ni hisoblaydigan bo'lsak, bu yerda 12% chiqadi. Demak, to'g'ri javob B ekan. Keyingisi. Endi proporsiya qilamiz. 15 metr uzunlikka bosib o'tish kerak. Demak, 1 minutda bu 50 sm bossa, 15 metr degani mana shuncha santimetr. Bunga qancha vaqt ketadi? X'ni topadigan bo'lsak 30 minut. Proporsiya qilsak 30 minut. Ya'ni buni bunga ko'paytiramiz. Keyingisi. Demak, har bitta bizlarda mana bu qatordagilarning yig'indisi 40 ga teng ekan. Xo'p, endi yaxshilab e'tibor beramiz savolga. 7 ga 15 ni qo'shsam 22, 2 ni qo'shsak 24, demak bu yer 16 bo'lishi kerak. 8 ga 16 ni qo'shsam 24, 24 ga 9 ni qo'shadigan bo'lsam 33, demak bu yer 7 ekan. Demak, bu yerni A deyman, bu yerni B deyman, bu yerni C deyman. Xo'p, A qo'shilgan, C qo'shilgan. Xo'sh, 15 ga 8 ni qo'shadigan bo'lsak 33, demak 40 dan 33 ni ayiradigan bo'lsak 7. Va keyingisi A qo'shilgan, B qo'shilgan, 9 ga 7 ni qo'shadigan bo'lsam 16, 40 dan 16 ni ayiradigan bo'lsak 24 va keyingisi B qo'shilgan, C qo'shilgan 9 teng bizlarda 40 edi. Demak, 40 dan 9 ni ayiradigan bo'lsak 31 chiqadi. Xo'sh, demak, mana shu tenglamalik sistemasini yechishimiz kerak ekan. Demak, dastlabki ikkitasini ayirib yuboradigan bo'lsam, B ayrilgan C ning qiymati menda 17 chiqadi. Xo'p, A qo'shilgan C ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, mana bu 17 chiqqan. Ayirsak bizlarda 7 chiqdi. Va B qo'shilgan C ning qiymati bizlarda 31. Ikkalasining yig'indisini hisoblasak 2B teng manda 38 va B ning qiymati 19 chiqadi. Demak, bularning ichida eng kattasi B bo'lib qoladi. B ning o'zi 19, chunki C ning o'zi bu yerda 12 ligi va A ning o'zi 17 dan 12 ni ayirsak 5 ligiga chiqadi. Demak, eng kattasi bizlarda 19 ekan. Demak, bu bizlarda D javobda keltirilgan. 11-savol. Kubning har bitta uchida turli natural sonlar yozilgan ekan. Demak, hammasi farqi bizlarda birdan katta bo'lishi uchun va yig'indining eng kichkina qiymatini toping. Xo'p, qaranglar. 1, 3, 5, 7 bo'lsin. Farqi birdan katta. 1 bo'lsa, mana bu yer bizlarda 2 bo'lsin, 4 bo'lsin. Demak, bizlarda farqi birdan katta bo'ladigan bo'lsa 2 bo'lsin. Mana bu yer 4 bo'lsin. Bu bizlarda 6 bo'lsin, bu 8 bo'lsin. Shunda bizlarda farqi hammasi birdan katta bo'lib qoladi. Ya'ni bitta qiradagi mana bu 2 masalan farqini buni ko'rsatadilar 3. Demak, hammasini qo'shamiz. 1 qo'shilgan, 2 qo'shilgan, 3 qo'shilgan va hokazo nechigacha qo'shyapman? 8 gacha qo'shyapman. Demak, 8 kare 9 taqsim 2. Demak, necha chiqar ekan? 36 chiqar ekan. Bu bizlarda A javobda keltirilgan. Xo'p, Akmal qog'ozni buklab hosil qilgan ekan, ochilgandagini topishimiz kerak. Qaranglar. Agar bu yerdan 40 ochsam, bu yerga keldi. Endi bu yerga keladi va o'rtada mana bu buklangan joyi ham bor, yana bitta ochiladi. Shunaqa bo'ladigan bo'lsa, demak, bizlarda ikkita orasidagi masofa bor va bu yerga kelgan, bu burchakda bo'lib qoladi. Demak, bu bizlarda mana bu shakl hosil bo'lib qoladi. Xo'p. Demak, masalan, bunga kelib ko'radigan bo'lsak, bu qanday ochilgan bo'lishi mumkin? Xo'p, agar buni tepaga ochsak va buni bu yoqqa ochsak. Bu yoqqa ochganimizdan keyin mana
Agar buni bu yoqqa ochib, buni ham bu yoqqa ochgan taqdirimizda ham bu kelmaydi yoki bu kelmaydi. Demak, bitta bizlarda holatda bo'lishi mumkin bo'lgan javob A bo'lib qolar ekan. Xo'p. 10-savol. Demak, Muhammad Amin son o'qida 0 dan boshlab quyidagi tartibda yurildi va 5,5 ustidan necha marta o'tadi? Xo'p, qaranglar. Biz birinchi 5 ga kelgan, mana qaranglar. 3 ga keldi, 1 ga bordi, 4 ga keldi, 2 ga bordi, 5 ga keldi, 3 ga bordi. Endi 5,5 ustidan o'tadi 3 dan. Qaranglar. Mana bu nuqta bo'ladigan bo'lsa, bitta o'tdi, orqaga qaytganda bitta o'tdi. Ko'rdingizlarmi? 2 ta. Qo'shaman. 4 ta. Bitta o'tdi, orqaga kelganda bitta o'tdi. 2 qo'shaman. Endi bu yerdan mana bu yoqqa keladi va bu yerga qaytadi, lekin 5,5 ustidan yana bir marta o'tdi. Jami nechta? 5 marta o'tgan ekan. To'g'ri javob D. Xo'p, keyingisi qaysi spinnerda ranglar tushish ehtimoli oq rang tushish ehtimoliga qaraganda 2 marta katta. Demak, katta bo'lishi uchun bizlarda soni 2 marta katta bo'lib qolishi kerak. Mana bu yerda bizlarda bitta, ikkita. Buningcha 1, 2, 3, 4 ta. Demak, bizlarda qizil tushish ehtimolligi oq rang tushish ehtimoliga qaraganda 2 marta katta ekan. Xo'p, 15-savol. Xiza maktabida 1000 nafar o'quvchi o'qiydi. Har bir o'quvchi kuniga 6 soat dars o'tiladi va har bir o'qituvchi kuniga 5 soat dars beradi. 1000 nafar o'quvchi o'tilsa, har bittasiga 6 soatdan dars beriladi va bitta sinfda 25 ta o'quvchi bor. Nechta Xiza maktabida nechta o'qituvchi bor deyapti. Demak, mana shuncha dars bo'ldi. Bitta darsga o'qituvchiga 5 soat beriladi va buning o'zi ham 25 ta o'quvchiga bo'lingan. Demak, hisoblaymiz. 6000 bo'lingan 5. Demak, hisoblasak bu bizlarda 1200 va 1200 ni ham 25 ga bo'lamiz. Va 48 ta. Bejon. Xo'p, keyingisi yig'indiga yetishmayotgan raqamlarni qo'shgan. Yig'indiga 3 ta raqam yetishmayapti. Rashid yetishmayotgan raqamlarni topib qo'shdi. U hosil qilgan sonni toping deyapti. Demak, 4 ga 1 ni qo'shsak, bizada 5, 1 bo'lish uchun mana bu 6 bo'lishi kerak. 4 ga 9 ni qo'shsak 13, 1 yotdagi bilan 14, demak bu yerga ham 6 ni qo'shish kerak. Xo'sh, 20 ning 0i 2 yotda bo'lib qoldi. 3 bo'lsa, 2 ni qo'shsak 5, 0 bo'lish uchun demak bu 5 bo'lishi kerak. Demak, 5 qo'shilgan 6 qo'shilgan 6 hisoblasak 17 ekan. Demak, to'g'ri javob C. 17-savol. Ushbu 3 ta tangani har ikkala tomonni ham son yozildi ekan. Ko'paytmasi bizlarda 120 edi. Demak, orqa tomon 4 bo'lishi kerak. 120 bo'lish uchun orqa tomon 24 bo'lishi kerak, 30 bo'lishi kerak. 30 qo'shilgan 24 qo'shilgan 4 hisoblasak 54, 58. C javob. Demak, keyingisi bizlarda eng yengilini topishimiz kerak ekan. Demak, bu yerda A ning o'zi C dan katta, D ning o'zi Y dan katta. Va keyingisi C ning o'zi D dan katta bo'ladigan bo'lsa, bu yerda ko'rib turibmizki, A ning o'zi katta C dan, katta D dan va katta Y dan bo'lib qoldi. Va Y ning o'zi B dan katta ekan, bu ham katta B dan. Demak, eng kichkinasi bizlarda qaysi bo'lib qolgan? B bo'lib qolgan. Keyingisini perimetrni topishimiz kerak agar tomoni 1 bo'lsa. Demak, sanaymiz, qaranglar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ta. Demak, shunaqadan bizlarda 4 ta bor. 11 ko'paytirilgan 4 qo'shilgan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 44 ga 8 ni qo'shadigan bo'lsak 52 ekan. Ajoyib. Keyingisi kvadrat shakldagi qog'oz rasmda o'raldi va ustidan bosib tekislandi. Bu qog'ozni ko'rsatilgandek kesilsa, qanday shakl hosil bo'ladi? Demak, bu kesilsa, mana kesilsa, ochgan vaqtim har bittasida mana bunday to'lqin, ya'ni nechta bo'lib qoladi desa, xuddi mana shu bizlarda ko'rsatilgan shakldagi hosil bo'lib qoladi. Demak, to'g'ri javob bizlarda A javobda keltirilgan ekan. Demak, savollar hammaga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Charchamanglar, salomat bo'ling. Aziz o'quvchi, siz shu yergacha yetib keldingizmi? Demak, muvaffaqiyatli o'quvchisiz. Chunki olimpiadamizning sizga beradigan eng katta yutug'i bu yecha olmagan savollaringizni yoki yecha olgan savollaringizni ham yaxshiroq yechimini o'rgatish. Demak, siz hozir video yechimlarini ko'rmoqdasiz va siz kelajakda muvaffaqiyatga erishishingizga men ishonaman.